Yaqinda Tichoning butun mamlakat bo'ylab katta uchrashuvi tugadi. Lekin bir-birimizga to'ymadik. Shuning uchun sog'inchimizni bosish uchun yana kichikroq uchrashuv o'tkazishga qaror qildik. Uchrashuvimizga juda maxsus mehmon keldi. Bu maktab o'quvchisi Tikoni shunchalik yaxshi ko'radiki, ulg'aygach albatta sotib olmoqchi. Buning uchun hatto ota-onasini ham birga olib kelibdi. Qarang, hatto onasining telefonida o'g'li sotib olmoqchi bo'lgan mashinalar ro'yxati saqlangan ekan. Bu oilaning qo'llab-quvvatlashi haqiqatda hayratlanarli. Bola Tikoning har bir burchagini diqqat bilan o'rganib chiqmoqda. Uning ko'zlarida mashinalarga bo'lgan chinakam muhabbatni ko'rish mumkin. U hatto kapot ostini, ya'ni dvigatelini ham ko'rmoqchi bo'ldi. Men bajonidil dvigatel bo'lmasini ochib berdim. Kelajakdagi ustamiz shekilli. Tiko ishqibozlari o'rtasida ehtiyot qismlarni bir-biriga sovg'a qilishni amin an'anasi bor. Bu kichik, ammo juda samimiy sovg'alar almashinuvi bo'ldi. Hamma yig'ilib birgalikda suhbatlashib, mashinalarni tomosha qilyapmiz. Tajriba almashish uchun eng zo'r joy. Va nihoyat, uchrashuvimizning eng go'zal qismi jamoaviy rasm. Tiko bizni birlashtiradi. Uchrashuvdan so'ng hammamiz birgalikda mazali kechki ovqatga yig'ildik. Mazali taomlar ustida suhbatlashish uchrashuvning eng shirin damlaridir. Birinchi o'tirishdan keyin ham gaplarimiz tugamadi. Shuning uchun ikkinchi davraga o'tdik. Tiko haqida soatlab gaplashsak ham zerikmaymiz. Bugungi uchrashuvimiz juda issiq va samimiy o'tdi. Ayniqsa Tichoni yaxshi ko'radigan yosh avlodni ko'rib, juda xursand bo'ldim. Tiko nafaqat mashina, balki bizni birlashtiruvchi katta bir oiladir. Sizga video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Sizning fikringiz men uchun juda qiziq. Shuning uchun kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.